3 padişahlık, zaman halkıgan muşavvir. Mazkur tor romani Üllər studiyasi tarafidan tarjima qilindi va ovozli qilib ishlandi. Asar mazmuni to'qilma bo'lib, hech qanday xurofotlikni qo'llamaydi. Ko'chirib tarqatganlarning qonuniy javobgarligi surishti qilinadi. Amgikimizga hurmat qiling. 17-bob. Jahondagi sarxil qism. Foyangdan Chinliuga borguncha uncha yiroq emas edi. Agar faqat Chinliu oymiqining doirasiga kirish to'g'ri kelsa, 20 necha chaqirimni keladi. Lekin Dianmo Dianveylarning yurti Jibu. Chinliuning eng janubidagi bir nahiya bo'lib, Chaojun oymiqi bilan chegaralanadi. Orliqi to'p-to'g'ri 260 chaqirim keladi. Jiddiy yurish qilsa bir kundalik yetib borg'ili bo'ladi. Bo'libmi, seriq chaqmoqni minib olganlarga texmi shundoq edi. Lekin sarkarda lashkarlar bardoshlik berolmayli qolmasdan, ularning otlarimi bardoshlik berolmagachga Dianmo nihoyat osti suratda mangdi. Inim, Peqirning bu Dian bargohimdagilar bo'lamdi-ku. Yo'l bo'yi Dianvey ko'tarangi ruhli holatda turayotgan Dian bargohidagilardan ko'nglida nihoyat ko'ranglab ketdi. Uydan chiqqanda odatdagi lashkar bo'lsa, uyga qaytadigan chog'da to'p beshi bo'lib, yana bir to'p otliq lashkarlarni boshlab borsa, ajdodlarining yuzi yo'riq bo'ladi-da. Rost gapni anglag'ingiz bormi? Dianmo miyiqida kulib qo'ydi. Dianvey beshini ko'tarib so'zlashga ishora qildi. Gerçi men azaldan janggohda bundaq sarxil qo'shinni ko'rib baxmagan bo'lsam-mu, lekin sizning bu Dian bargohi qo'shinlaringizni cho'qim ularningki bilan selishtirg'ili bo'lmaydi. Ondaqda ular bilan tutishib baqsaq ondan bilamiz, dedi Dianvey. U aniqla boshqalarning o'zining Dian bargohi qo'shinlarini yaratmasligidan norozi bo'lib qolgan edi. Bu asli og'i inilar orasidagi chaqchaq bo'lsin-u, lekin o'ylamagan yerdan Dianmo chiroyini turgunicha kaskinlik bilan mundoq dedi. Ağa, esingizda bo'lsin. Burun men sizga degan sarxil qo'shinlarning hech qaysisi bo'sh emas. Bo'libmi, sap urushi jihatda Lübuning qo'l ostidagilar har vaqt siz bilan yakma-yak tura oladi. Ularni hargiz salchoqlamang. Dianmoning buncha kaskinlik bilan da'vatqinini ko'rib, Dianvey gap talashmay beshini limshitqinicha mundoq dedi. Inim, senmi bundaq davatqa yerda cho'qim esimni mahkam tutaman. Xotirjam bo'l. Bu hargizmi Dianmoning qilni pul ko'rsatgani emas bo'lib, boshqa qo'shinlarni demayli qo'yayli. Faqat bu sap qo'shinining boturligini tarixiy materiallardan aniq ko'rib olishga bo'ladi. Shujodagi cho'ng jangda Lübu Liubeyni qo'rshib olganda, Shahudun qo'shin boshlab yordamga borganda, Gaoshun boshchiligidagi dal mushu sap qo'shini uni teri-peran qilib atgan edi. Jang amdili oxirlashishiga Gaoshun yana to'xtab qolmasdan sap qo'shinidagilarni boshlab Zhang Liao Lübularga moslashib, Liubeyga qistab hujum qilib, udul tarafda Guan Yu Zhang Feylarni mag'lub qilgan edi. Bir kun ichida Shahudun Guan Yu Zhang Feylarni mag'lub qilishdek bundoq jang natijasi po otqanlig'i kelmaydi. Tuzit qilmay deganda dalida uchirishib qolsa, Gaoshun sap qo'shinini boshlab hujumga o'tsa, Dian bargohidagilar to'sib qololmaydi. Inim, amsa qanday qilsam Dian bargohidagilarni sarxil qo'shin qila olayman. Dianvey Dianmoning buncha ansiratgan qo'shinning odatdagi qo'shin emasligini bildi. Bu yerdagi masala uni bir kunlarda Dian bargohidagilarni boshqalar ko'rsila qo'rqishini umid qiladi. Dianmo o'rlib orqasidan agishib kelayotgan Dian bargohidagilarga qarab qo'yib, uf tortqinicha mundoq dedi. Bu oson emas. Oldi bilan odam. Anlaşımca sap qo'shinida faqat 7-800 la odam bo'lsa-mu, biroq qo'shindagilarning hammasi nurg'un janglarni boshdan kechirgan lashkarlar bo'lib, o'lsimi chekinmaydi ekan. Ondan qolsa qurol yaroq. Buning amalini keyin chiqib beray. Amaliyotda barliq sarxil qo'shinlarni tanlashmi odamning beshini og'ritadigan masala edi. Bu mezgilda texi kelgusida zo'r xizmat ko'rsatadigan shirmat qo'shin texi yo'q bo'lib,
garchi jahondagi eng botir qo'shin deb atalganlar bo'lsa-mu, lekin 100 ning ichida birsi chiqatdi. Bu qandoq uqum deganda sarkardalar orasidan tanlab chiqiladigan sarxillar edi. Bu giponchi bo'lganda Peqir diyen bargahidagi birodarlarni boshlab jang maydonida obdan cheniq tursamla, kelgusida nam chiqirib jahondagi sarxil qo'shin bo'la oladigan-da. Shundoq. Yana kelib men yordam qiladigan tursam. Vaqt kelganda og'i enish ikkimiz putrab tura olsaqla, pasibonimizdan iltifot so'rab, qo'shin ichidagi 105 lardan inchkilik bilan tanlasak, sizning diyen qo'shiningiz jahondagi bag to'rida ayminadigan qo'shin bo'ladi. Dedi Diyanmo to'lib toshgan ishonch bilan. Qaltis. Inem, bu gaping qulog'imga yoqdi. Aras og'a, yana bir ishni unutib qolmang. Qani-da? Pasibonimiz bir gapni to'g'ri dedi. Lübo siz bilan tanglashib qolganda, u chaqda piyoda jang qilgan. Agar u rostilla chilam to'riq etig'i minsa, rostilla jahonda tangdishi yo'q. Diyanmo'ning qasdan ta'kidlashi Diyanveyga zarba berish uchun bo'lmasdan, u o'zining bu qaram og'isining bargohdagi kishilarning uchrashlari bilan o'zini jahonda tangdoshsiz deb hisoblab qilishidan ansirganligidan edi. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, keyingilar 3 podshohlik davridagi sang'ullarni xil-xil ratlarga tizishgan bo'lsa-mu, faqat Lübo'ning tangdoshsiz qahramonligini hamma e'tirof qilsa-mu, boshqa rat tartibda talash tortish ko'p edi. Bu Lübo'ning kayniga tizilganlarning har vaqt o'zgartirishi mumkinligidan derak beradi. Boshqasini demagandimi, Zhao Yun, Zhang Fei, Guan Yu, Huang Zhong qatorliqlarning xoligan birini olib chiqib, Dianwei bilan ilish qilib solsa, yenilishiga bir nima demak tas edi. Bildim. Men bu yaqindan beri gapingni anglab, atliq jangni japoliq mashq qilyapman emasmi? Xotirjam bo'l, inem. Hozir xeyli pishib qoldim. Qeyri xotiniga o'xshash ko'tildab yuradigan Dianmo bilan Dianweining ancha hisoblashib ketmaganligini ko'rgan Dian bargohining o'rinbosar sang'uni haqiqatan qaltisgan deb qoldi. Bilishingiz kerak. Qo'shinda kimiki Dianweiga ortiqroq gap qilib qo'ysalar, adibini yeydi. Hatto Savxun qatorliqlarmi uning tishiga tegishga petin olmaydi. Ammo bu yerda bo'lsa, Diyanmo uning shamilini pokiza yig'ib etgan bo'lib, uning Diyan bargohining chirik jibigi yoki inisini qo'g'dash talbisi ekanligini farqlantirmak tas edi. 2 kun vaqtda Diyan oilasidagi og'a-inilar Diyan bargohidagilarni boshlab Jivudagi Diyan jamiyati kantiga yetib keldi. Kentga kirgan chog'dagi sur hayvisi ko'pchilikni bakla cho'chitib etdi. Nurg'unlagan kishilar umrida buncha ko'p otliq lashkarlarni ko'rib boqmagan edi. Chunki Yuju atrofida yana nachtuman seriq yog'liq qaroqchilar pitrab yuratdi. Shunga nurg'un kishilar bu sur hayvini ko'rgandan keyin qo'rqqanicha o'g'rilar keldi deb cho'qon selishgan bo'lsa-mu, lekin Diyan oilasidagi og'a-inilarni ko'rgandan keyin yana yugurishib kelib qarshi elishdi. Arlab kishilarning barikalli sadolari anglanib turadi. Hey, Uymenza. Cho'ng arg'amoq meni bilib, to'y bo'lgan yigitga o'xshab qopsan, ha? Shamo, texi to'y qilmagan sen. 8 yoshga kirgan yili qizimni so'yvog'ingni unutib qolmoqchi-mi? Onunga mas'ul bo'lmasang bo'lmaydi. Og'in ishkisi yaramliq odam bo'pti. Texi cho'ng arg'amoqqa minib olibdi. Bizmi ularning foydasini ko'radigan bo'ldik. Diyanmo albatta u odamning qizig'i mas'ul bo'lmaydi. Biroq yurtiga qaytishdan burun Jivu nahiyasidan nurg'un oshliq va kiyim-kechaklarni setib olgan bo'lib, Diyan bargohidagilar kishi beshiga qarta tarqitib berdi. Diyan jamiyati kanti yanada shundoq nomrod bo'lib, bu ozg'ini oshliq bilan kiyim-kechaklar zimiston qishda ularning jinini qutqizib qelishi mumkin edi. Kishilarmi ularning shafqatini bilib, tizilg'inicha Diyan oilasiga kelib rahmat aytishdi. Otasining ta'ziya ishlari oxirlashganda 4-kun bo'lib qolgan bo'lib, Dianwei so'radi. Inem, endi qaytib kelsak bo'la? Nega qaytamiz? Men pasibonimizga beradigan sovg'ini texi tayyorlamadim.
Diyanmo o'ylidi o'ltirib sharob ichayotgan bo'lib, pomishchik boylarga o'xshab qolgan edi. Әмсә, живоғы yana bir qitim berib kelamdiq. Ağa, pasibonimizga nemi kam deysiz? Rostilla uningga so'g'i apramdiq. Dedi Diyanmo Diyanveyga olib qo'yib. Bu Diyanveyni askartib qo'ydi. Acaba setib olmay bulaymizmi? Unda qilsaq yaxshi bo'lmas. Bunda qilsaq Diyan jamiyati kanitining nomini bulg'ab qo'yamiz. Diyanmo og'isining kallisi ishlamaginiga xo'dirg'inicha mundoq dedi. Bo'ldi. Siz Diyan bargoyidikilarni kent turishga toplab qo'ying. Og'a ini ikkimiz Chaojun oymog'iga bir berib kelayli. Chaojun oymog'iga berib nima qilamiz? Deb so'radi Diyanvey tushunmay. Berib pasibonimiz uchun ikki katta sovg'a tayyorlaymiz. Dedi Diyanmo ko'zlarini yumg'inicha ostog'ina. Undaqda Diyan bargohidagilarni ilib olishimiz kerak-ku. Sen o bilasan, hozir Yingchuan, Runan qatorliq joylarning hammasini Xi, Liupi, Huangshaohe qatorliq qarashlar egallayapti. Anglashimcha, ular hadislar Chaojunga bulan-talan qilishga keladi ekan. Agar qarashlarning soni jiq bo'lsa, seni qo'dab bo'lolmasligimdan ansirab qoldim. Diyanmo ko'zini mitmi qilib qo'ymasdan mundoq dedi. Bu qitim Chaojunga berishimiz dal mushu qaroqchilarni yig'ishtirish uchun. Biroq, bek davron qilib ketsak bo'lmaydi. Og'a ini ikkimizni basak, kishilarning diqqatini tortmaydi. Og'a, mening gapimni anglasangizda bo'ldi. Diyanvey ahvolni ko'rgandan keyin ilojsiz beshini langshitdi. Nima amal deysiz? Kim Diyanmoni o'zining inisi bo'lib qolsin debdikan? O'zi ko'yinmasa, kim ko'yinatdi? Bo'ldi. Sening gapingni anglasammi bo'ladi-ku.